mani nima deydi, ko'kka ko'taradigan, tiriklang go'rga tiqadigan mana shu oilamni ayollar. Mana san, qizim, tushunasanmi? Hozir mana kelyapman ishdan. Ikkita maktab o'quvchisi besetkada o'tirib, og'iz burun o'pishyapti. Shunaqa azartda yondan o'tib ketayman bilmayapti. Tushunasan? Shu pokoleniya shunaqa bo'lib tursa, men bilan pokoleniyasi nima bo'ladi? Joningga yuradi, tushundingmi? Qizimiz katta bo'lib qoldi, o'zi pastga tushib o'ynab kelsin. Katta bo'lib qoldi, maktabga borib kelsin. Bunaqa narsa men eshitmayman. Maktabni tugatib, o'zini egasiga topshirmagungacha yonidasan, tushundingmi? Agar sizlarni orqanglardan ortiqcha nimadir eshitadigan bo'lsam, mana shu eshikdan mayib chiqarib yuboraman.